Adasi? Onasi. O'tiringlar, yoshlar. Yo, boshqa. O'tiringlar. Riders on the storm. Yopishmay o'tiringlar. Havo issiqmi deyman. Issiq. Yigitingizmi? Yo'q, qirolim. Bu qirolingiz nima ish qiladi, qirolingiz? Biznesmenlar. Yo'q. Basharasidan xotinni qo'liga qarab o'tiradigan erkakka o'xshayapti-ku, uzr, lekin nagli gapirganim uchun yo'ldan bitta odam olaman. Balkim shart emasdir. Sizdan kim so'rayapti? Mo'ylovli maymun. Rulga qarang. Men sizga qarab ketaman baribir. Bugun o'ylasizlarmi? Assalomu alaykum. Ada? Orqada qirol bilan qirolicha ketyapti. Yomon bo'ladimi deyman. O'g'lingiz bilan uchrashdingda biroz aytardim. Uchrashgan joyimizni qarang. Qonli uchrashuv. Eshitdim, onangiz bilan voqea o'tganlardan keyin ona mehriga to'ymay katta bo'libsiz. To'ymaganmisiz? To'yib, to'ymaganman. To'ydiray deb kelibsiz-da, ota bolani. Biz adezlar bilan keyingi oy birinchisida Maldivga ketyapmiz, ha? Qarchimasmisiz? Men tushib qolsam bo'ladimi shu yerda? Meni ham yerim. Keyingi oyda birinchisida malakasini oshirishga ketayotgandi. Endi malakasini uyda oshira olmagan bo'lsa kerak-da. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? To'g'ri. Alo, Qachon bizlarga sovchilikka jo'natasiz? menimcha uyimdagilar bora olmasa kerak. Mo'minjon bilan tinchlikmi? Voy, billah. Ha, yaxshi ko'rgan qizim sovchi kutayotdi deyman. Hecham qilmang Mo'minjon. Mana adajoningiz bilan boshimizga как раз o'tib kelamiz. Voy, qilmasa-da, mana mashina